Adalet ve Taraqqiyot Partiyasining muavin raisi Numan Kurtulmuş, Sharqiy Turkistonga sezgir muomala qilib kelganligini bildirdi. Bir kishining Sharqiy Turkiston haqidagi savoliga qarata Numan Kurtulmuş, Turkiya bilan Xitoyning yaqingi yillardan buyon munosabatlarini taraqqiy qildirishga tirishchanlik qilayotganligini bildirdi. Kurtulmuş, Xitoyda yashaydigan musulmon qarindoshlarimizning Uyg'ur avtonom rayonida yashaydigan kishilarning vaziyatining yaxshilanishi uchun har vaqt barliq muzokaralarda bu masalani kun tartibga olib keldik. Türkiye bu meseleni muvazinat içinde ilip menişqa tirishchanlik ko'rsatyotdi dedi. Xitoyda atalmış ijtimoiy inovatining tuvan ekanligi tekshirib aniqlangan fuqarolarning aeroplan yoki poyezd bileti ilishi cheklandi. Muhofizat gazetining xabar qilishicha, Xitoy davlat ommaviy inovat uchur markazi Xitoy doiralarining 2018-yili 17 million 500 ming kishining uchishini cheklaganligini bildirdi. Şunun bilan birga e'tiborsiz deb qaralgan yoki qora tizimlikka kirgizilgan 5,5 million kishining bilet setib olishi to'sqinlikka uchirgan. Xitoy doiralari bu sistemning unimiga va jamiyat tartibiga kafolatlik qilganlikka ishonsimi, lekin xalqaro jamiyat buni davlatning kollektiv nazorat mexanizmi deb qaradi. Fransiyaning poytaxti Parijda Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlar qilayotgan zulmi tanqid qilindi. Şunun bilan birga Gabzalik yosh savdogarlar Xitoyning Sharqiy Turkistonga inson qilibidan chiqqan zulmlarga qarshi bir faoliyat o'tkazdi. Faoliyatda Sharqiy Turkistonning amaliy ahvoli tunishtirildi. Fransiyada hukumatning siyosatlariga e'tiroz bildirib namoyish qilayotgan seriqchiliklar 16-haftasida ko'chalarga to'kildi. 16-haftasida Fransiyaning Parij, Marsella, Nice va Strasburg qatorliq shaharlarda faoliyat olib berildi. Fransiyaning shimolidagi Belgicha chegarasiga yaqin bo'lgan Lille shahrida faoliyatchilar ommaviy taratquv hisobida bir guruh qurib, bu xalqaro bir kurashdir deyish orqali Belgiya va Yevropaliklarni faoliyatga chaqirdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Bengal arakanlik musofirlarga bergan yordamlari orqali intoyin mardlikni ko'rsatdi dedi. U to'qinishlardan qochqanlarning nadan bo'lmasin bexatar panohgoh tepib olishi muhim dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Birmadan amdi musofir qabul qilinmaydiganligini e'lon qilgan Bengalga qarta musofirlarga eshiklarini ochiq tutish chaqiriq qildi.